Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 1-oyning 17-kuni dushanba. Ya'ni Amerikada Martin Luther King bayrami kuni. Martin Luther King Amerikadagi qartalliklab ustidan bo'lgan kishilik huquqi dahiysi bo'lib, ya'ni kishilik huquqni ilgari surguvchi kishi bo'lib, bu kishi yosh turibdi suiqasdga uchrab qazo qilib ketgan. Bu kishining kishilik huquqni ilgari surishda o'ynagan rolini muayyanlashtirib Amerika hukumatı federal, ya'ni markaziy hukumat mushkunni bu kishini xotirlaydigan bayram kuni qilib bekitgan. Shunga hammaylar Amerikada idora jamiyat hammasi mushkunni dam oladi. Endi men bugungi mazmunlarni sayyorroq shaklda sizlarning diqqatingizga sunay. Oldindan men bir necha kunning oldida material ko'rib o'tib, Sokratning 3 g'alvariga degan bir hikoya ko'zim tushib qoldi. Mushuni biroz ahamiyati bor ekan deb o'ylaganligim uchun sizlar bilan ham bahslashaylik deb o'yladim. Birisi Sokratni izlab kelibdi. Ya'ni Sokrat muhlislar bu dunyoviy, ya'ni abdiy buyuk faylasuf, Yunonlik, qadimgi Yunonlik faylasuf, bundan 2400 yil ilgari yashagan. Va bu kishining hikmatlari hali ham kuchga ega. Bu kishini zamonida biraylan izlab kelib shunday debdi. Taqsir qilinki, angluvchilardan, agashuvchilardan birisi ajoyib nachar ishlarni qilyotdi. Agar men bu ishlarni sizlarga deydigan bo'lsam, bu kishini jamoatning to'pidan ayblab, jamoatning oldida to'pdan qo'g'lab chiqaribdilar deydi ekan. Degandan keyin Sokrat so'raydi ekan-ku, odamdan bunday bo'lsa, men sizning bu so'zingizni 3 g'alvarimdan o'tkazaman. Agar shu 3 g'alvarimdan o'tsa bu so'zingiz, anandan qaror chiqaraman deydi ekan. Xo'sh, taqsir deydi ekan u kishi. Xo'sh, siz bu kishini unda yomon ish qilib, bunda yomon ish qildi dedingiz. Siz bu kishining yomon ish qilayotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Yoki o'z xulqingiz bilan tuydingizmi deydi ekan. U kishi deydi ekanki, yo'q. Men o'z ko'zim bilan ko'rmadim, o'z qulig'im bilan tuymadim, ammo men uni boshqalardan angladim deydi ekan. Sokrat deydi ekanki, undaqda siz haqiqatning, ya'ni rostchilikning g'alvaridan bu so'zingiz o'tamidi. Endi men sizning so'zingizni ikkinchi g'alvarga, ya'ni yaxshilikning g'alvariga solaman. Sizning bu kishi haqida biror deydigan yaxshi so'zingiz bormi? deb so'raydi ekan Sokrat. U kishi deydi ekanki, taqsir bu kishi haqida hech qanday bir yaxshi gapim yo'q mening deydigan. Amaliyotda bu kishi haqida deydigan tag'irlab eski gaplarim bor, yomon gaplarim bor deydi ekan. Sokrat deydi ekanki, undaqda sizning bu so'zingiz yaxshilikning g'alvaridan o'tamidi. Endi sizning so'zingizni 3-chi g'alvariga solamiz. Ya'ni zaruriyat g'alvari. Siz o'ylab boqing. Bu shu kishi haqida demoqchi bo'lgan gapingizni endi bana deyişinizin hakikaten zaruriyati bormi ekan so'raydi ekan. U kishi birdan turib ketib, o'ylab baqsam, bu gaplarimni sizga deyishimning hech qanday zaruriyati yo'q ekan deydi ekan. Sokrat shuna bilan javob qildi ekan-ku u kishiga. Qarang. Bu sizningki u kishi haqida demoqchi bo'lgan so'zingiz haqiqatning, ya'ni rostchilikning g'alvaridan o'tamidi. Yaxshilikning g'alvaridan o'tamidi. Ham u zaruriyatning g'alvaridan o'tamidi. Bu shundaq ham rost bo'lmagan, hem yaxshi olmagan, hem zarur bo'lmagan bir gapni bana deyishingizning nima hojati, demayli qo'ying deydi ekan. Men buni ko'p menga bu qiziq hikmatli tuyulganligi uchun sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Xo'sh, endi Amerikaningki iqtisodiy, dunyoning iqtisodiga kelsak, bultu kuzda Omikron Delta chiqqan, vaba COVID-19'ninki varianti, o'zgargan varianti. Endi yaqindan buyon Omikron chiqib, butun dunyoni bir xil vasvachilik hisob qilgan. Bu kasallikning tarqalishi tez, ammo buning zarba berish iqtidori biroz ojiz ekan. Shunaqa bo'lsa-mu, umumyuzlik shu vaba bilan yuqumlangan, vaksina olmagan odamlarning sonini bakcha qaytyapti. Boshqa yerlarda, jumladan Amerikada ham shunday. Shunga Amerikaningki ijtimoiy iqtisodiy ahvolida biroz so'rinlik paydo bo'lib qoldi. Gerçi Amerika'da işsizlikning nisbati tuvalayotgan bo'lsa-mu, ammo butun dunyoviy iqtisodga ta'sir ko'rsatgan omillar shu COVID-19 degan shu vabodan boshlangan shuning ta'sirida 2 yildan buyon hali ham davom qilmoqda. Ya'ni shu yer shari xarakterlik pul paxalligining yuz berishi ham ta'minlash zanjirininki uzilib ketishi tufaylidan buzilishi, uzilish tufaylidan moddiy ashyolarning, tovarlarning kamchil bo'lishi. Şu an bu yerda biz pul pahalılığı yuz berib ketdi deganimizda, uni qo'l holda
davlatlarninki keng impulsiyasini qo'llanib, nurg'un pullarni taqdim etganligi bir sabab bo'lsa, yana bir tarafdan narsalarning moddiy narsalarning qis bo'lishi yana bir sababdan. Hozirgi ahvol shu, biroz mana bu shunday bir intervalning ichida egiz past tavrinib turyotdi, ammo biz ishlarning bak nachar bo'lib ketishidan paraz qilmaymiz. Ya'ni ishlar yaxshilanish qarab mangdi deymiz. Chunki bu vabo ilgari vaksina urg'izmayman degan kishilarni qaytadan o'ylanishga majbur qilyapti. Chunki mush kasal bo'lib, mushning bilan kasal yuqumlanayotgan odamlarning to'lisi vaksina urg'izmagan odamlar, o'layotganlarning ko'pinchisi vaksina urg'izmagan odamlar. Shunga bir qatim vaksina urg'izmaymiz degan odamlarni qayta o'ylantiryapti. Shunga vaksina urgan odamlarningki sonining ko'payishi bilan bu ishlarni asta-asta tizgilindi. Lekin bu hozir mana COVID-19 dedik, andan delta dedik, andan omikron dedik, yana bir epsilon, zeta deydigan bir chiqib qolmasalar, bu yilninki yoz mezgillarigacha dunyoning umumyuzlik ommaviy sog'lomligida bir xil tangshilish, ya'ni yaxshilanish bo'ladi deb faraz qilib baqsaq bo'ladi deb qarayman. Endi bugun butun medialarda shu Xitoyninki noposdagi bir hodisa butun dunyoning diqqatini chekyapti. Nimishqa? Chunki dunyoning iqtisodida Amerika bilan Xitoyning iqtisodining bir yilda topgan umumiy tafovati ikki davlatning iqtisodida yaratilgan milliy daromadning umumiy qiymati butun dunyo iqtisodining, ya'ni 200 dan ortiq davlat bor dunyoda. Bu ikki davlatningki bir yilning ichida topgan umumiy tafovati butun dunyo milliy daromadining 3dan 1ni egallaydi. Birinchi o'rinda Amerika turdi, 22 trillion, Xitoyning 10-15 trillion atrofida ikkinchi o'rinda turdi. Ya'ni umumiy milliy daromadning hujumi, yana birisi kishi bishiga to'g'ri kelgan o'rtacha milliy daromad deymiz. Bu shu masalan Amerika 22 trillionni Amerikaning 330 million noposi bo'lib bersak chiqadi. Yana birisi desa Xitoyningki kishi bishiga to'g'ri kelgan o'rtacha milliy daromadi shu 15-14 trillion dollarni qiymatini shu 1 milliard 412 million noposga bo'lib bersak chiqadi. Bu jihatni aytgan vaqtda, ya'ni kishi bishiga to'g'ri kelgan milliy daromad jihatni aytgan vaqtda Xitoydagi nurg'un davlatlarning keyni turdi. Ammo umumiy milliy daromad jihatdan dunyoda ikkinchi o'rinda turgani bilan. Endi buni nimishqa so'zlab qoldim desanglar, bu yerda iqtisodning ishi ham yana noposningki ishi, kengayishi buni aytib qo'yim. Bir jamiyat deganda, bir davlat deganda jamiyat bo'ladi. Jamiyat degan odamlardan tarkib topadi yana. Jamiyatdagi eng kichik birlik shaxsdan keyin oila. Shunami oiladan keyin jamoat bo'ladi. Shuning bilan shunday bir istiqiylik va istiqiysiz holda shakllangan tashkilotlar bo'ladi bir jamiyatning qurilmasida. Shuning bilan birlikda bu davlatni, jamiyatni, xalqni tashkil qilgan bu odamlarning jinsi bo'ladi. Er ayol bo'ladi, yeshi bo'ladi, yashang'in bo'ladi, o'rta yoshliklar bo'ladi, yoshlar bo'ladi, o'smirlar bo'ladi, buvoqlar bo'ladi. Ilgari insoniyatning noposi, ya'ni bugun noposshunoslik masalasida to'xtalay deb o'ylab qoldim. Sizlar cho'qim bilasizlar, Malthus degan bir kishini. Malthus degan bu Thomas Malthus degan bir kishi va bu klassik iqtisodshunoslarning turiga kirdi bu kishi. Noposshunos bu 1798-yili Noposshunoslikning prinsiplari degan kitobni yozib chiqib, shunday bir ta'limotni o'ttirib qo'ygan. Ya'ni insoniyatning noposi, ya'ni bu kitobni yozgan vaqtda butun dunyodagi nopos 1 milliard adam va insoniyat shu chaqda. Shundan keyin 220 yilning ichida dunyoning noposi ko'payib 7 milliardga yetdi degan gap. Shu vaqtda bu kishi shu kitobni yozgan vaqtda nima degan desa, insoniyatning noposning umumiy ishi tabiiy holda nopos ish qarab yuzlandi. Ammo noposning haddidan ziyod bo'lib ketib qolsa, bu nurg'un balo qazoni olib keladi. Ya'ni urushni paydo qildi, ocharchilikni paydo qildi, kasallikni paydo qildi. Ammo noposning shu uzluksiz kengayishini, ya'ni to'sab turadigan ba'zi omillar bo'ldi. Ya'ni buning o'zi ocharchilik, kasal, yuqumli kasal, anadan keyin shu urush degandek mushtaq ta'limotlarni o'tirib qo'ygan. Shunga noposni kontrol qilish jihatda, noposninki mush ishiningki insoniyatga balo qazo atkilganligi haqida bir qadar passiv ya umidsiz bir parazni o'tirib qo'ygan bu odam.
Ondan keyin mana şu 220 yildan keyin biz ko'rib turibmiz, dunyo alomat o'zgarib ketdi. Ya'ni dunyo umumyuzlik nurg'un qismi sanoatlish bo'ldi. Nurg'un kishilarning 20 asrda pensilin kashf qilindi. Ya'ni nurg'un vaksinalar kashf qilindi, meditsinada nurg'un texnikalar, dorilar yasab chiqarildi. Shuni chiqarildi. Shuni nima bo'ldi desa, kishilarningki dunyo ikki qitimliq cho'ng keng ko'lamli birinchi va ikkinchi qitimliq dunyo urushidan boshdan kechirdi. Nurg'un odamlar o'ldi shu urushlarda. Ikkinchi dunyo urushidan keyin dunyo nisbatan turaqliq bo'lgan bir taraqqiyot bosqichiga keldi. Albatta raylar, davlatlar o'rtasida urush va to'qnashuvlar kichik ko'lamda yuz bergani bilan, ammo u davlat xarakterli nima? Dunyo xarakterli bo'lmadi. Mana buning natijasida ba'zi davlatlar, Yevropadagi davlatlar sanoatlashib ketdi. Ya'ni Sharqiy Yevropani kommunist tuzumdagi Sharqiy Yevropadagi davlatlarni hisobga olmaganda, G'arbiy Yevropadagi davlatlarda sanoatlish bo'ldi. Shimoliy Amerikadagi davlatlardan Amerika, Kanada allaqachon bular sanoatlish bo'lgan. Mana sanoatlashish texnikaninki ishlab chiqishda, meditsinada, ma'rifatda, nurg'un narsalarda iqtisodda qo'llanishi, Amerika unumdorligini ish bilan ham ommaviy sayya saqliqdagi bilimlarning ko'payishi, keng ko'lamli qo'llanishi natijasida nupus oshdi, kishilarning turmush saviyasi oshdi, ham odamlarning dunyoga, hayotga qaraydigan ko'z qarashlarida buni aytib cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, Amerikada ayollar harakati, kishilik huquq harakati degandek harakatlar bo'ldi. Qizlarningki, ayollarningki ma'rif ko'rish va hatto hamma shunaqa ma'rif tarbiyasi ko'rish, anikin o'zininki qachon to'y qilish, kim bilan to'y qilish masalasini tanlash masalasida nurg'un jamiyatlarda bir xil kengrilik bo'ldi, biroz tanlash fursatlari bo'ldi demakchi. Hatto Harvard universitetidan iborat shu Amerikadagi mush maktabni xeyli vaqtgacha Harvardning meditsina institutiga, tibbiy universitetiga qizlarni qabul qilmayotgan. Bu ahvolning o'zgarganini yerim asr bo'lgan gap. Bu maktabning tarixi 3 asrlik bo'lsa-mu, ammo meditsina maktabiga qiz o'quvchilarni olmaydigan. Shu Amerikada turibmi? Amerikaning kishilar odatda demokratik, bir erkin davlatda qaraydi. Ammo ashinchilik bir cheklamalarni qo'ygan gap. Ammo alam shu yaqinqi 30-40 yil atrofidagi o'zgarish, ijtimoiy o'zgarish, muayyan siyosiy harakatlar, iqtisodiy yuksalish nurg'un o'zgarishlarni olib keldi. Ya'ni o'zgarishlarni olib keldi degan vaqtda kishilarning tanlashiga o'zgarish olib keldi. Shaxsning tanlashi oxirida bu jug'linib, qorni yig'ib mansak pomzak bo'lib qarbo yasalgandek ma'lum bir cho'ng bir narsalarni paydo qildi. Yana qanday narsalarni paydo qildi deganda, shu nopostga ta'sir ko'rsatdi. Amerika dunyodagi bir eng cho'ng ko'chmanlardan tarkib topgan davlat. Bu yerdagi yashayotgan odamlarning ko'payish sistemimiz ko'paydi. Yana to'y qildi yoki to'y qilmay turib farzandlik bo'lganlarim bor. Asosan shunday to'y qilib farzandlik bo'ldi. Ana sirtdan ko'chmanlar ko'chab keldi. Ular bu yerning nopostini ko'paytirdi degandek shunday bir ahvollar bor. Ammo sanoatlashgan davlatlarda umumyuzlik sanoatlashishdan burun davlatlarning hammasi noposning qurilmasi mundaq. Ya'ni 3 bulung shaklda. 3 bulungning asosi keng, ammo mundaq cho'qsi mundaq. Yalvari manda mushinchilik 3 bulung. Nopos shundoq. Ya'ni buningda asosda kichik bolalar jiq. Odamlar ko'proq, ayollar tug'di, ishga ayollar ko'proq bola tug'di. Ham sanoatlashishdan burun ahvol shu. Ham bu tug'ilgan bolalarning ichida o'lim yetim hadisi qildi. Ya'ni bir ayol 9'unu tug'sa, masalan, Irlandiyaliklar bak jiqroq bola tug'di ekan, 9'unu tug'sa, iqtisodiy turmush yoki meditsinadagi kamchilik tufaylidan bu bolalar yoki shu 5 yoshdan turiblam, 5 yoshdan tuvan chaqdilam o'lib ketadigan bir ish bo'ldi ekanda, bir ayol shunday bo'lgan chaqda o'tir hisob bilan 5 dan 6 dan bir bola suldi ekan, hayot bola suldi ekan. Burun shundoq. Endi bu nima bo'lgandan keyin iqtisod taraqqiy qilib, ayollar maktabda o'qib, xizmat tepib qilgandan keyin bola tug'ishning o'rniga bular o'qiydigan, xizmat qilgan bo'lgandan keyin bola beqishga nisbatan bularning vaqti qolmay, shuning bilan oxirida sanoatlashgan davlatlardagi noposning qurilmasi 3 bulunglik shakldan manning aylanib qoldi degan gap. Taturga aylanib qoldi. Dumkum tasakli bo'ldi. Ya'ni bu nima desa, tug'ilgan bolalar oz, qerilajiq. Yani sanoatlashishdan burun insoniyat nima bo'ldi desa,
Köp bala tug'ilgan, köp balalar o'lib ketadigan ahvoldan nimaga ko'chdi desa, az bala tug'ilgan, az o'lib ketadigan bunday bir ahvolga o'zgardi. Buni noposshunoslikda demographic transition deydi. Ya'ni noposdagi bir yo'tkilish deb ataydi buni. Endi bu sanoatlashgan davlatlarda bu ahvol yuz berdi. Ba'zi noposshunoslar 2100 yilga borgan vaqtda butun dunyodagi nopos hozir 7 milliard atrofida. 2100 yilga borgan vaqtda nopos ko'payib ketsa, jiqlab ketsa 14 milliard yetadi deydi. Tang tuvan bo'lgan vaqtda 6 trillion yetadi deydi. Bu har xil farazlar bilan, har xil qiyoslar bilan nurg'un formulalar silib qilayotgan faraz. Ammo sanoatlashgan davlatlarda, masalan, hatto hozirgi keyin so'q munosabatlar urushining keyin o'z oldiga mustaqil bo'lgan, ya'ni kommunistlarning changalidan qutulib chiqqan Sharqiy Yevropadan tortib, Angliya, Yaponiya, Sharqiy Yevropa davlatlaridan tortib, Angliya, Yevropa, Kanada, Angliya, Amerika qatorliq davlatlarda Amerikada emas-ku. Yaponiya, Angliya, Sharqiy Yevropa davlatlarida yoki Yevropadagi ba'zi davlatlarda nima bo'lib ketyapti desa, ko'payish, ya'ni qayta insonlarning qayta ko'payishining surati to'g'ri degangidek emas. Ya'ni odamlar ya to'y qilmay yoki bo'lmasa bola tug'may, shuning bilan bu vaqtlarning tug'ilishining soni ko'payib ketib, qiyirlarning soni oshib ketib, shunday bir ahvol ko'rilyapti. Bu ahvol bugun dushanba kuni Xitoydan bergan bayonotida e'lon qilgan statistikasida Xitoyning noposi, umumiy noposi 1 milliard 412 million. Ammo 2021 yil tug'ilgan bolalarning soni 11 milliondan tuban. O'lgan odamlarning sonimi, odamlar har xil sabablardan o'ladigan asosligi tabiiy o'zining ajalidan o'ldiganlarmi bor, ziyonkashlik uchrab o'ldiganlarmi bor, andan keyin qatnash hodisa har xil voqealar, kutilmagan voqealarda o'lib ketganlar bor, yoki kasallik sababidan yoshtirib o'lib ketganlar bor degandek har xil sabablar bilan o'lib ketgan odamlarning soni 10 million jiqroqga. Ammo tug'ilgan bu vaqtlarning soni undan sal jiqroqga 20 million farq qilganda, bunday chiqqan vaqtda Xitoyning noposda o'tgan yil umumiy noposda asosan ish bo'lmagan gap. 480 ming 20 million atrofida ish bo'lgan gap. Bu Xitoy noposning uda 5 yil tug'ib, yangi tug'ilgan buloqlarning sonining azayib ketishi ekan. Ya'ni Xitoyda yangi buloqlarning tug'ilish soni azayib ketib, hozir Xitoyning noposshunoslarining ba'zilari qo'rqayotgan gap. Ya'ni 2001 yilga borgan vaqtda Xitoyning noposi hozirgi 1,4 milliarddan, ya'ni 1 milliard 400 milliondan birisi debdi 700 million uçup qoldi debdi, ya'ni birisi 1 milliard uçup qoldi debdi. Bu nimadan derak berdi desa, bu nurg'un narsalardan derak berdi. Ya'ni noposdan qirish, ya'ni Xitoyning noposi hozir burungi mandaq ahvoldan 3 pulun shaklidagi ahvoldan, ya'ni to'lgan kichik bolalar jiq, ammo hali uzun yashaydigan odamlar, uzunroq umr ko'rgan odamlarning soni az bo'lishdan hozir bu mandaq bo'lib qolayotgan gap. Ya'ni mandaqroq bo'lib qolayotgan gap. Yevropaliklar boshdan kechirgan, sanoatlashgan davlatlar boshdan kechirgan ahvolni boshdan kechirayotgan gap. Ya'ni bu vaqtlar az, o'smirlar az, o'rta yoshliklar undan jiqroq, yoshlar undan jiqroq, undan o'rta yoshliklar texnik jiqroq, ammo qiyirlar texnik jiq. Bu iqtisodiy jihatdan nimadan derak berdi desa, emgak kuchininki qisib, azayib ketishidan derak berdi. O'zing Xitoyning iqtisodining yaqin zamonlardagi statistini ichib o'tish degan siyosatni yo'l qo'ygandan keyin shu iqtisodning gullanishga to'p qo'shgan bir xalqlik omil nima desa, eng dastlabida dengiz bo'yi rayonlarida nurg'un zavodlarni qurib, chet elning maddag'ini texnikasini akirib, emgak zishlig'idagi emgak zich mahsulotlarni ishlab chiqarib, azon dunyoning Amerika sotgan bo'libmi, 2001 yil Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin ashuna qilgan. Ammo buni demografik dividend deb qo'yamiz. Dividend degan gap, masalan, siz pay olsangiz, payning bahosi o'sib payda olsiz, ammo pay sotib olganligingiz uchun shirkat payda azroq payda berdi sizga. Shunda paydaga o'xshash nopos jiq bo'lgan vaqtda noposning tarkibida yoshlar ko'p qatlamli emgak kuchiga ega kishilar ko'p sonliqni egallasa, bu noposning paydasi deb qaraldi. Demografik dividend deymiz. Buning paydasini Xitoy ko'rgan. Endi bu payda 2016 yildan boshlab bu payda aziyib
mengib atқан gap. Endi Xitoyning loposini bo'lib atқан gap hozir desa, o'smirlar az, yaşanganlar jiq. Bundaqda nurg'un alqa qeyrilarni, yaşanganlarni nurg'un yoshlar beqishga to'g'ri kelgan gap. Lekin jiq yoshlar yo'q. Buningga har xil sabablar. Buning eng cho'ng sababi nima desa, Xitoyninki o'zininki mushu planlıq to'g'ri siyosati, bir ballik siyosati. 1980-yilda boshlab yo'l qo'ygan, 35 yil davomlashtirgandan keyin qarasa, buningki ta'sirini ko'rayotgan gap. Ya'ni salbiy ta'sirini ko'rdi degan gap. Qarmoqqa foydaganda qilgan bilan, ya'ni kishi bishga to'g'ri kelgan milliy daromad oshdi, adam az, boyliqimiz, umumiy boyliqimiz jiq bo'lgandan keyin. Mana endi hozir buningki aks ta'siri ko'rilayotgan gap. Kichik bolalar bo'lmasa, o'smirlar bo'lmasa, balla yaslilari olmaydı. Başlangıç mekteplerinin sani azayıp gitti. Ali mekteplerinin sani azayıp gitti. Şundaqı zavod karxanalarda işleydigan adamlarning sani azayıp gitti. Bu istimaldan tatib, iqtisodning mablag' silishicha nurg'un narsaga ta'sir ko'rsatadi. Agar qiyri yashangan adamlarning soni ko'payib ketsa, ularning ijtimoiy sug'urtasi, ya'ni pensiya puli, davolanish masalasi, ular yashangan vaqtdagi ularning oldini xabar olish masalasimi ham farzandlarga bo'ladi. O bir axloqiy majburiyat, mas'uliyat, shundaqla davlatga nisbatan aytgan vaqtda bir cho'ng bosh qatinchilik bo'ladi. Shunga bu shaylarning o'zining muayyan taraqqiy qilish qonuniyati bo'ladi. Bu qonuniyatni kim bu qonuniyatga xilof ish qilsa, uning jazosini totadi. Bizning Xitoyningki bir mavzuning vaqtida 50-yillarda deyman, men cho'nglar o'qidi. Bular quchqachni yo'qotish harakatini olib borgan ekan. Bu qushqash yo'qotish harakati degan nima desa, qushqashlar ziroatlarni yeb ketadi. Shunday 59-yilda, 61-yilda Xitoyda qahatchilik bo'lgandan keyin, ocharchilik bo'lib nurg'un odam o'lib ketgan ekan, bu qushqashlar bug'doylarni, ziroatlarni yeb oladi ekan. Shuning uchun qushqashlarni yo'qotsak, bu nimalar? Bu ziroatlar molosini jiqalamiz deb qushqashlarni yo'qotib o'tgan. Lekin bu qushqashlar, qurt qo'ng'izlar bularning o'zining muayyan bir bilan ta'sir qilish qonuniyati bor ekanda. Masalan, qushqashlarni o'ltirsa, qurt qo'ng'izlarni yeydigan narsa yo'q. Shuning bilan qurt qo'ng'izlarni qushlar qurt qo'ng'izlarni yeydi ekan. Endi bu qushqashlarni o'ltirib o'tgandan keyin bu qurt qo'ng'izlar bug'doylarni yeb ziyon texminchi qilgan gap. Bu xuddi qarmoqqa oddiy ko'ringan bir ish keyin cho'ng bir ta'sirini paydo qiladi, bir chataq ishni paydo qiladi degan bu saboqni bu Xitoylar tutanmagan gap. Xitoyningki amaldorlari yoki tadbir belgichilari. Ya'ni qanday deganda, mana planliq to'g'ri siyosati majburiy bir chog'larda shu omillarni el og'iz o'tib, masalan, Uyg'urlarga maqillig'i uni omillarni nechaylik omillarni og'iz o'tib, anandan keyin majburiy zo'rlab tug'maslik operatsiyasi qilg'izib degandek. Shundaq bir aqlga, axloqqa shunaq tushmaydigan, insonlikqa qarshi shunaq bir jinoyatlarni ishladi. Yani hukumatning nomi bilan, davlatning nomi bilan shunaq narsalarni ishladi. Oxirida buningki ochiq mevasini, meva demaymiz hamda buning zahrini yeyishga majbur bo'lyapti. Mana ham hozir bular noposini ko'paytirsa bo'lmaydi ekan deb, burun ikki bola boqqandan ikki cho'shqa boqqan yaxshi deb shuar yozgan bo'lsa, mana hamda hozir ikki bola tug'ish, 3 bola tug'ish vatanparvarlik deb mandaq shuarlarni ko'tarib chiqibdi. Ya'ni nima desa, ba'zi o'lkalar boladan 3 ni tug'sang manchilik pul beramiz, uy setib olsang manchilik pul beramiz, manchilik damasang bo'ldi degida turibdi. Shundaq 2015-yil, 2016-yili bolalar 2 bola tug'sang bo'ldi deb siyosatni yo'l qo'yibdi. Shuni qo'ygandan keyinmi bu yangi buvoqlarning tug'ilish soni, ya'ni yildan yilga tuvallab bo'lgan gap. Hozir ham o'tgan yili 3 bola tug'sanglar bo'ldi degan siyosatni yo'l qo'yibdi. Ammo kishilar nima deyapti desa, yoshlar tug'maymiz deyapti. Hozirgi yosh bolalar TikTokda, ya'ni Douyin-da, TikTokda, WeChatda, uningda, Facebookda, QQ'da o'ynab jusa bular qanday bola tug'imiz, oila quramiz deydi. Ularning mentality deb qo'yamiz, ro'yi kayfiyati ma bu yangi bir avlodning Generation Z deganning boshqa. Bular nurg'un narsalarni o'ylaydi. Bularning kalisi dunyo qarashi boshqa, ya'ni an'anaviy usuldagi emas demakchi. Bular bugun New York vaqtigizda bu shaxtda maqola chiqibdi. 28 yoshli bejonlik bir qizdan so'rasa, bola elishni yaxshi ko'raman, lekin beqishni yaxshi ko'rmayman deb. Bularning sabablari nurg'un ekan. Ya'ni bola tuqqan bilan uni o'qitmoqdaz, boqmoqdaz, jamiyat raqobati qulab ketdi.
uy qimmatlab ketdi. Bu iqtisodiy sabablar. Shuning bilan birlikda agar bu ish shundoq bo'lal yig'ilgan bo'lsa, Xitoyning bir iqtisodshunos qo'pab, shu nurg'un pul taqitib, bu bal tuqqanlarga jiq-jiq pul bersak, bal tug'dirganlarga, to'y qilganlarga, bular bizning Xitoyning nüfusi yana oshidi degan shundoq bir iqtisodshunos maqola yozib ekan. U to'rda nurg'un bir talash tortishni maydonga keltirib o'tkazishga uni to'sab qo'yapti. Demak, hozir shu bugungi xabar Xitoyda yuz berayotgan, Xitoyda nüfusning kengayib ketishi, ya'ni yangi tug'ilgan bu vaqtlarning kengayib ketishi. Har bir 1000 odamga mansub bo'lgan bu vaqt har 1000 kishiningki tava bo'lgan bu vaqt, tug'ilgan bu vaqt 8 ga yetmaydi ekan demakchi. Demak, bu halqi bu Xitoy duch kelayotgan masala emas, ammo Yaponiya ham duch kelayotgan masala. Shu nüfusning qirilishi, yoshlarning ozib ketishi, bu ko'z qarashdiki, iqtisodiy jihatdiki, ham dunyoda bo'layotgan ishlardiki, ba'zilar qo'pab, "Voy, dunyo bundaq bekmi go'zal emas ekan, umidsiz qarash, bunda bola tug'ib chapa qo'yish, tug'mayli, shuna yashab ketgan yaxshi odamlar askul ekan, muhit unda olib ketdi, muhit bunda olib ketdi." deb har xil qarashga odamlar bo'ladi-ku. Demak, bu noqul oldiki, birla sabab emas, bir necha sabab kishilarning ko'z qarashiga, tanlashiga ta'sir ko'rsatgan gap. Shunga men bu yerda buni so'zlab berish orqali yana bu Anton Chexovningki tapanchi nazariyasini so'zlab o'tay. Anton Chexov rossiyalik yozuvchi, zamofqislar 19-asrda yashagan. Buningki bu shu yosh yozuvchilarga shunday xat yozgan vaqtda shuna deydigan, sen yozmangda masalan sahnaga bir tapancha qurolni asqan bo'lsang, qarmoqqa u hech qanday ahamiyatsizlik turilgan bilan shuni yaxshi ishlatmasang, shuni yaxshi ishlatsang, buning ahamiyati nihoyat cho'ng bo'ladi. Qarmoqqa nihoyat kichik bir narsa kichik narsa, ahamiyatsiz ko'ringan narsa keyin bir cho'ng rol o'ynaydi deb. Ya'ni bir xil abayalik Xitoyningki qushlarni o'ttirib etishi, qarmoq shu vaqtning o'zida ular payliqda ko'ringani bilan ahamiyatsizdak anchulabak cho'ng ish emasda ko'ringani bilan keyin texnik cho'ng balo qazani, ochliqning tenximi kemik petishini keltirib chiqarganga o'xshash. Xitoylarningki shu pilalliq tug'utni yo'l qo'ysak, bala tug'ishni cheklasak, iqtisodimiz ko'payib, biz kuchli bo'lamiz deb o'ylagan bilan mana 35 yildan keyin bu ish keyiniga tepdi degan gap. Ya'ni Chexovningki, yana bir sen bir nemini bir qurolni tamga asma. Ya'ni uni quruq asma, o'q bilan as. Uni asqandan keyin u qurol cho'qim sening asringda, yozmangda bir yerda ishlatilishi kerak. Ya'ni bir zolimga etilish kerak u, yoki bo'lmasa sevgisini talishib poshkunga o'xshash do'yilga tushib raqibini etish kerak. Shuna bo'lgan vaqtda yozgan asar intayin ta'sirli, qiziqarli anda bo'ladi deb shunda deb xat yozib ekan. Uni ba'zi kishilar Anton Chexovning tapanchi nazariyasi yoki miltiq nazariyasi deb qo'llanib kelgan. Uni qo'l oldi bu asarga qartilgan emas, balki yana ijtimoiy hodisalarga qartilgan, shaxslarning tanlashiga, davlatlarning, xalqlarning tanlashiga qartilgan. Ya'ni Xitoy rahbarlari 50-yillarda xatolikni o'tkazgan, qushqashlarni o'ttirib yaxshi natijaga erishamiz deb yomon oqibatga qolgan. Mana endi hozir bular planli tug'ut siyosatini yo'l qo'yib, buning yomon oqibatiga qoldi degan gap. Endi odamlarni, yoshlarni bolalar deb xizmatga o'rlashtirish, xizmatga o'stirish jihatda bolasi jiqmi, ozmi deydigan shartlarni qo'yamiz deydigan shunday narsalarni o'tirg'i qo'yib o'tibdi. Ya'ni bir chaqda ancha muhim deb qaramagan narsa bir chaqdan aytdi, muhim rol olib qoladi degan gap. Mushu sizlarni mush jihatda bilib qolsin dedim. Undan sirt yana bu Ma'rifning gapi to'g'risida gapilib qoldi. Mening mush kanalimda bor, muhabbat uxlatmaydi deydigan bir adbiy axborotni yozganman bir 6-7 yil burun. 7 yil burun. U axborot yozilgan Faruq elimizmi o'qish bitirib, u yaxshi yerlarda ishlab
hal kunni yaxshi qilyotidi. Mening undan sirt mening bir yozmam bo'ladigan, ya'ni bu muhabbat uxlatmaydi deganda bu Faruq MIT'da o'qidi-da. Dunyodagi mashhur injenerlarni tarbiyalaydigan Amerikalik dаңlıq oliy maktabda. U muhabbat uxlatmaydi deganda shu balni yozgandim. Ammo yan bir yozmam bo'ladigan mening muarifni mabdağsili işte abildan qabilni masal qilib so'zlagan. Ya'ni shu bolalarimizni yaxshi o'qitsak, ijtimoiy, iqtisodiy, psixik jihatdan bu nihoyatda yaxshi natijaga yarata olamiz deb. Bolalarni yaxshi o'qita olgan odamlar har jihatdan yaxshi bo'ladi. Men o'tganda Virginia tarafga mana bir ish bilan borgandim. Shu Faruqning uydagilar bilan ko'rishdim, ahvolini so'rsam, intayin yaxshi ekan. Har jihatdan yaxshi ekan, ya'ni farzandlik burch jihatdan, lekin iqtisodiy xizmat ahvoli jihatdan, har jihatdan. Ya'ni ota-onasi ayni vaqtda bu Faruqning dadasi Barat ablamat, anasi Adilala balasiga mehr-muhabbat berib, yaxshi tarbiyalab qilishga, bu yigit yaxshi o'qib, yaxshi shirkatlarda yaxshi maosh bilan ishlayapti. Obdan farzandlik muhabbatni obdan ifodalab demak, shundoq ma'rif mablag' degan o'qil pullar aylash emas, ular ko'ngil bilish, ularni yaxshi o'qishga rag'batlantirish. Texnik to'nagim bir aqinam bir yerdan telefon qilibdi, balasi bir talantlar programmasiga tanlanib degandik. Shu to'g'risida paranglashib qoldik. Xo'sh bo'lib degandek, men buna ayt xo'sh bo'ldim, so'yindim. Demak, ashuma bir ota-onalarning bolalarningki, bu ota-onami bolasiningki kelachiga nisbatan shunaq mablag' silayotgan odamlar. Bu mablag' degan o'qil oldi pul silishlar emas. Halaqa odatda iqtisod tilida mablag' deganimiz pul degani bilan u yana vaqtning pulga aylantirildi. U yana zehnning pulga aylantirildi. Mana men ba'zi bo'ldi demakchi. Shunga yana shu mayli Turkiyada bo'lsin, qayerda bo'lsin o'qiyotgan bolalarni o'qitayotgan ota-onalarningki yaxshi bolalarni yaxshi o'qitishini ham davomli umid qilamiz. Ya'ni Uyg'urlarningki kunlarining yaxshi bo'lishini umid qilgan kishilar har bir Uyg'urning kunining yaxshi bo'lishini umid qiladi. Ahvolining yaxshi bo'lishini umid qiladi. Sog'lomlikdan tortib, iqtisodiy ahvoligacha, xizmat ahvoligacha, oila ahvoligacha yaxshi bo'lishini umid qiladi. Ondan sonra Yevropada yaxshi o'qib, oliy maktablarda SAT imtihonlarini berib, Amerikaning oliy maktablariga kelib, o'qish mukofoti olib, dаңlıq universitetga o'tgan bolalar bor. Amerikalarga berib o'qiymiz degan eni singillar yoki bolalarimizni Amerikada o'qitamiz deydigan ota-onalar shu gapga bir quloq solib qo'ysanglar. Xo'sh, unda bo'lsa, men gapni bugun mishada to'xtatay. Kelar qitim shifrliq pol yo payjik to'g'risida nuqtaliq to'xtalman. Rahmat sizlarga.